shart emas menimcha valentlik. Bilamizmi? Osmos. Bilamsiz. Osmos. Xo'p. Unda boshlaymiz asoslardan. Asoslar deb nimaga aytiladi? Asos bo'lishi uchun tarkibida funksional guruh, ya'ni OH bo'lishi kerak. Har bitta sinf vakilining o'zining funksional guruhi bo'ladi. Ya'ni emblemasi bo'ladi. Asos deydigan bo'lsa, har doim bizada ko'zimiz oldiga OH kelishi kerak. Kislota deydigan bo'lsa, har doim birinchi vodoroddan boshlanishi kerak. Vodoroddan enta bo'lib boshlanishi kerak. Tuz deydigan bo'lsa, xayolimizga har doim birinchi metal kelishi kerak. Keyin kislotaning qoldig'i kelishi kerak. Holatda. Endi asoslar. Xo'p, asos deb nimaga aytiladi? Umumiy ko'rinishi qanaqa? Asos bo'lishi uchun almashinmasdan qolgan metal gidroksid holatda bo'lishi kerak. Ya'ni metal atomi yoki metal atomining o'rnida ammoniy kationi ham bo'lishi mumkin. Ammoniy kationi va gidroksil guruh. Gidroksil guruh bu OH bo'lishi kerak. Ya'ni gidroksil guruhdan bir yoki nechta? 1 yoki 2, 3 va hokazo 4 ta. Mana shularga asoslar deyiladi. Eshitilyaptimi? Umumiy holatda demak, metal atomi hamda gidroksil guruh OH bo'ladigan bo'lsa, yoki bu nima deb yozsak ham bo'ladi? Metal OH dan masalan X ta. Metal atomining o'rnida ammoniy kationi ham kelishi mumkin. Mana metal atomi va gidroksil guruh, ya'ni OH dan iborat bo'lgan moddalar asoslar deyiladi. Bu yerda OH'lar soni bir nechta bo'lishi mumkin. Bitta yoki ikkita yoki uchta yoki to'rtta bo'lishi mumkin. OH'lar soniga qarab metalning valentligi topiladi. Misol OH dan bitta bo'ladigan bo'lsa, bu degani metalning valentligi 1 ga teng bo'ladi degani. OH dan 2 ta degani metalning valentligi 2 degani. 3 ta bo'ladigan bo'lsa, uni valentligi necha bo'ladi? 3 bo'ladi. Eshitilyaptimi o'zi? Yo mikrofon. Endi bosh ozgina soddoroq bo'ladi. Bir valentli metal gidroksid, ya'ni tarkibida OH bo'ladigan bo'lsa, umumiy holatda qaraymiz. OH ni har doim bizlar gidrokso deb o'qishlaringiz kerak bo'ladi. Tuzning tarkibida keladimi yoki asos holatda keladimi? OH ni ko'rsak gidrokso. Agar OH bitta bo'ladigan bo'lsa gidrokso bo'ladi. OH dan ikkita bo'ladigan bo'lsa, buni digidrokso. D2 gidrokso OH, ya'ni OH dan ikkita bor degani. Agar 3 ta bo'ladigan bo'lsa, nima bo'lardi? 3 gidrokso bo'ladi. Endi nomlanish qanaqa bo'ladi? Birinchisi valentlik o'zgarmas bo'ladigan bo'lsa. Ya'ni asosni hosil qilgan metalning valentligi o'zgarmas bo'lsa. Metaldagi. Unda qanday nomlanadi? Unda faqatgina metal nomi aytiladi. Ya'ni qaysi metal hosil qilgan? Metal nomi aytiladi. Plus gidroksid qo'shimchasi qo'shib qo'yiladi, bo'ldimi?
Valentlik aytilmaydi xullas. Masalan, bir valentli o'zgarmas, 2 valentli, 3 valentli bo'ladigan bo'lsa, gidroksid bo'ladigan bo'lsa, shunchaki metalning nomi aytiladi va gidroksid qo'shimchasi qo'shib qo'yiladi. Misol qilib, endi metalli valentligi 1 bo'lsin. OH ni valentligi nima uchun 1 hisoblanadi? Biz bilamiz suvni nimasini, strukturasini. Suvda bitta vodorod ketadigan bo'lsa, mana bu kislorodni bitta qo'li ochiq qolib ketadi. Mana bu valentligi ham ketdi hisob bo'ladi. Ya'ni mana bitta qo'li ochiq qoldi. Bitta qo'li vodorod bilan bog'landi. Shuning uchun OH dan bunday bo'ladi. Hamda qolib ketgan shuning uchun mana bu OH ni valentligi 1 hisoblanadi. Demak, har doim OH ni ko'rsak, OH ni valentligini nima deymiz? 1 deymiz. 1 valentlik. Endi mana metal OH, metalli valentligi 1 bo'lsin, OH ham 1 bo'ladi. Bunga misol qilib natriy gidroksid mana. Qaranglar, o'qishda nima deyapman men? Faqat natriyni aytyapman, gidroksid qo'shimchasini qo'shyapman. Natriy 1 gidroksid demayapman. Natriy 1 gidroksid degan bo'lsa noto'g'ri bo'ladi bu. Yoki metal OH, metalli valentligi endi necha bo'lishi kerak? 2 bo'lsin. OH 1 bo'ladigan bo'lsa, metal OH 2 holatda bo'ladi. Endi umumiy bunga misol qilib olishimiz mumkin. Kalsiy OH 2. Buning nomi mana birinchisini aytdim demak. Metalning nomini aytaman. Metal natriy plus gidroksid. Ikkinchisi kalsiy gidroksid. Endi 3 valentlisiga. Xo'p, metal OH dan 3 ta bo'lishi kerak. Bunga misol qo'yib olishimiz mumkin. Alyuminiy OH dan 3 ta. Buning nomi alyuminiy gidroksid. Xo'p, tushunarli bo'lyapti? Xo'p, kalsiyning valentligi o'zgarmas bo'lgani uchun kalsiy gidroksid deb qo'yamiz, bo'ldi. Ya'ni mana bu qolipga tushyapti-da, mana bunga qolipga tushadi. Metalning valentligi o'zgarmas bo'lsa, valentlik aytilmaydi. Mana bularda valentlik aytilmaydi, chunki ularning gidroksidi bitta bo'ladi. Tushunarlimi? Qachon valentligi aytiladi? Qachonki metalning valentligi nima bo'lsa, o'zgaruvchan bo'lsa, valentlik aytiladi. Hozir bu yerda natriy har doim 1 valentli, kalsiy har doim 2 valentli, alyuminiy har doim 3 valentli. Shuning uchun umuman valentlikni aytishlaringiz kerak emas. Xoh boshqacha asosiy tuzi bo'lsin, u qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar qayerda ko'radigan bo'lsak ham alyuminiyning valentligini nomlashda aytish yoki kalsiyning valentligini nomlashda aytish umuman noto'g'ri bo'ladi. Faqat o'zining nomini aytamiz, tamom. O'zgarmas valentli metallar uchun. Tushunarli? Ikki qismga ajratishni bilib olishimiz kerak. Ya'ni har doim 90% holatda metallar asosan kation holatda keladi. Metal maslardan hosil bo'lgan tarkib kislota qoldiqlari ko'p holatlarda anion sifatida keladi. Ya'ni sizlar metalni tanisalaringiz bo'ldi, nimada ham dissolanishda ham muammo bo'lmaydi. Misol mana metal gidroksidi, metal OH. Xo'p, ikki qismga ajratib olamiz. Bu tomon metal, bu tomon OH. Metal musbat bo'ladi. Demak, bu ionlarga ajraladigan bo'lsa, metal plus ioni bilan OH minus ioni kelib chiqadi. Agar 2 valentli metal gidroksid bo'ladigan bo'lsa, xuddi shunday, faqat endi ozgina o'zgaradi. Ya'ni OH 2 ta bo'lishining hisobiga metalning valentligi 2 degani, bu degani hosil bo'lgan kation sifatida metal 2 plus kation chiqadi.
tepada 1 plus chiqqandi. Bunda 2 plus nima uchun unaqa farq bo'lyapti? Tepada 1 plus chiqqan sababi metalning valentligi 1 bo'lgani uchun 1 plus chiqyapti. Pastda esa metalning valentligi 2 bo'lgani uchun 2 plus chiqyapti. Hamda OH ioni chiqadi, bunda ham farqi yo'q. Bitta farqi bor. OH ko'proq chiqadi, 2 ta chiqadi. Agar metalning valentligi 3 bo'ladigan bo'lsa, demak, mana OH dan 3 ta bo'ladi degani. 3 degani metal 3 plus kation chiqaradi. Plus OH ioni undan 3 ta chiqadi. Xo'p, eng ko'p keladiganlar natriy gidroksidlar ko'p keladi misollarda. Shuning uchun yozib qo'yaman. Natriy gidroksidni ionlarga ajratamiz. Bizda mana natriy kationi hamda OH ioni kelib chiqadi. Yoki kalsiy gidroksidni ionlarga ajratadigan bo'lsak, kalsiy 2 plus ioni plus OH ioni chiqadi. Tushunarlimi? Endi o'zgaruvchan valentlilarni nomlanishini ko'ramiz. O'zgaruvchan metal. O'zgaruvchan metal gidroksidi. Gidroksid bo'lsa, bunda qanday nomlanadi? Bunda demak, valentlik aytiladi birinchi metal nomi. Metal nomi plus o'sha metalning valentligi plus gidroksid qo'shimchasi aytilishi kerak. Bu to'liq ko'rinishini hozir mana bu OH 2 ta bo'ladigan bo'lsa ham men to'liq ionlarga ajralishini yozib berdim men. Ko'p holatlarda savollarda to'lig'i so'raladi. Lekin tarkibida OH 2 ta bo'lganlari 2 ta bosqichda bo'ladi. 3 ta bo'ladigan bo'lsa OH'ı 3 ta bosqichda bo'ladi. OH'ı soniga qaraladi. OH bitta bor degani bu demak bitta bosqichda ionlarga ajraladi. Endi o'zgaruvchan metalning gidroksidi bo'lsa, uni nomlashni, formula hosil qilishni ko'ramiz. Misol qaysini olsak, alyuminiyni olaylik mana. Birinchi holatda, alyuminiy deb uzr, alyuminiy o'zgarmas-ku. Temirni olamiz. Temirning valentligi 2 bo'ladi va 3 bo'ladi. Birinchi holatda ikkisini ko'raylik. Temir OH dan 2 ta. Keyin mana bunday holatda ham bo'lishi mumkin. Tuzning tarkibida keladi. Temir OH holatda kelishi mumkin. Ya'ni bu yerda valentlik 1 emas, umumiy bu tuz hosil qilishda misol X holatda kelishi mumkin. Buni valentligi 1 bo'lsa, buniki ham 1 bo'lsa. Xo'p, endi 3 valentli bo'ladigan bo'lsa, temir OH 3. Mana. Bu ikki xil kombinatsiyada bo'ladi. Birinchi demak, temir OH dan 2 ta qoladi degan. Ikkisida qoldig'i misol mana yoki temir OH dan bitta X bo'lishi mumkin. Mana. Xo'p. Endi e'tibor beramiz. Birinchisi qanaqa o'qiladi? Mana bu 1 2. Bunda aytilyaptiki, o'zgaruvchan valentli bo'lsa metalning nomini aytaman birinchi. Xo'p. Demak mana temir OH dan 2 ta beryapti. Xo'p, metalning nomi nima? Temir. Xo'p, uni valentligi qanaqa? Qavs ichiga rim raqami bilan yoziladi. Demak, temir 2 va oxirgi gidroksid qo'shimchasini qo'shib qo'ysak bo'ldi. Mana temir 2 gidroksid. Endi valentlik 3 bo'ladigan bo'lsa,
valentligi 3 bo'ladigan bo'lsa, temir 3 nima? Gidroksid bo'ladi. Bo'ldi. Misol endi kumushni oladigan bo'lsak, yoki misni olaylik, mayli. Mis 1 va 2 valenti bo'ladi bu. Mis OH mana. Bu yerda misni valentligi 1. O'zgaruvchan mis. Demak, buning nomi mis qavsida raqam bilan valentligi 1 gidroksid bo'ladi. Xo'p, endi OH'lar soni ko'p bo'ladigan bo'lsa, u har xil nordon asosli tuz hosil qilishi mumkin. Endi mana buni o'qishga harakat qilamiz. Yana bitta qoida bor, eslab qolinglar. Bu juda kerak. Oxirida asos bilan kislota ta'sirini ko'rganimizda. Ya'ni OH bo'ladigan bo'lsa, metalni valentligini yo'qotadi, ya'ni metalni valentligi kamayadi. Nimani hisobiga? OH'lar soniga qarab. Agar masalan mana bu yerda OH'ni valentligi 3 ga teng ko'ryapmiz mana 1, 2, 3 ga teng. OH'ni valentligi 1 ga teng. Mayli, valentligi ham qiziq emas. OH'lar soni qiziq bizga. OH bitta bo'ladigan bo'lsa, mana bu temirni valentligi bittaga kamayadi mana. Temir valentligi bittaga kamayib 2 bo'lib qoldi. Kislota qoldig'ini valentligi 1. Demak, mana buni kislota qoldig'ini qavsga olib 2 qo'yishim kerak bo'lib qoladi. Endi buni nomi qanaqa bo'ladi? OH yuqorida ham aytdim, OH bitta bo'ladigan bo'lsa, gidrokso deb o'qiymiz dedim tuzlarda. OH ikkita bo'ladigan bo'lsa, digidrokso. Birinchi metalning nomi temir, keyin o'sha metalning umumiy jami valentligi, qolgan 2 valentligi emas, jami temir 3, OH bitta. Demak, gidrokso, keyin kislota qoldig'i nomi. Keyin kislota qoldig'i. Bundacha mana e'tibor beramiz. Endi OH'lar soni 2 ta bo'lyapti. 2 ta bo'ldi degani metalni valentligi 2 taga kamayib ketadi mana. Valentlik 1 bo'lib qoldi. Kislota qoldig'i ham misol valentligi 1 bo'lsin. Ikkalasi ham 1 bo'ladigan bo'lsa, hech qanaqa son yozilmaydi. Mana 2 1 bo'lgan vaqtda almashib oldi mana 1 bilan 2 almashdi. Endi buni nomi temir. Xo'p, valentlik 3 ga teng, temir 3 digidrokso, keyin kislotaning qoldig'ining nomi aytiladi, tamom. Endi mana bunda bundan ko'rdik. Endi shartimiz bu oxirgisi bir xil bo'lib qolyapti. Umumiy holatda o'zgaruvchan bo'ladigan bo'lsa, shunday. Mantiqi bu yerda. Demak, asoslarniki nomlanishi shunday. Mana yozgansiz-ku, nimaga tepada ikkita x qo'ydingiz? O'shani. Xo'p, mana o'zi temirni valentligi 3 bo'lyapti. 3. Kislota qoldig'i x bu kislota qoldig'i. Kislota qoldig'ini valentligi 1 bo'lyapti. Men aytdim, OH nechta bo'ladigan bo'lsa, metalni valentligi shunchaga kamayadi. OH mana bu yerda bitta bo'lgani uchun metalni bitta valentligini o'chiramiz dedim. Keyin metalni valentligi 2 bo'lib qoladi. 3 valentligida 2 bo'lib qoldi. Endi kislota qoldig'ini valentligi 1. Ya'ni OH kislota qoldig'iga ta'sir qilmaydi. Ya'ni kislota qoldig'ini valentligiga ta'sir qilmaydi. Ta'sir yo'q. OH faqat kimga ta'sir qiladi? Metalga ta'sir qiladi. Metalni valentligiga. Mana metal temir 2 bo'lib qoldimi? Buni ikkisi mana tushdi bu yerga. Buni valentligi 1 tushmaydi. Keyingisida ham mana temir 3 valentli edi. OH 2 ta bo'lgani uchun 2 ta x qilib qo'ydim. Demak, valentlik 2 taga kamaydi, 3 ta mana. Valentligi 1 bo'lib qoldi. Buni valentligi ham 1, hech narsa yozilgani yo'q. Ko'p emas. Kislotalar kislotalar qanaqa bo'ladi? H N K
ko'rinishida bo'ladi. Ya'ni kislota bo'lish uchun har doim vodorod atomi bo'lishi kerak va kislota qoldig'i bo'lishi kerak deyapman. Ya'ni ta'rifi: metallarga o'zini joyini bo'shatib bera oladigan harakatchan vodorod atomlari va kislota qoldig'ini tashkil topgan moddalarga kislotalar deyiladi. Ya'ni vodorod bo'lmaydigan bo'lsa, u kislota emas. Eslab qolamiz mana. Bir negizlilar. Xo'p, H ftor, ftorid kislota. Ya'ni ftor, xlor hosil bo'lganiga nomiga it qo'shimchasi qo'shiladi mana. Ftor, xlor, brom, yod bo'ladigan bo'lsa, element nomi plus it suffiksi qo'shimchasi qo'shiladi. Oxiriga keyin nima deymiz? Kislota so'zi mana. Misol H ftorni nomlayman mana. Birinchi element nomi ftor, keyin qo'shimchasi it, ftorid, kislota bo'lyapti mana. Yoki xlor bo'ladigan bo'lsa, H xlor bo'ladigan bo'lsa, xlorid, kislota. Tushunarlimi? Xo'p. Bir negizli kislotalar aytganmiz. Bular nima? Nordon tuz hosil qilmaydi, faqat o'rta tuzni hosil qiladi. Ya'ni bularga qaysilar kiradi mana bu? HNO3. Buning nomi nima? Nitrat kislota. HSN. Buning nomi sianid kislota. Mana bunday qilaylik. Kislotalarni yozib chiqamiz, keyin kislota qoldig'ini. Bo'ladimi? Xo'p. Birinchisi sulfat kislota mana. Ko'pchilik nomini bilmaydi lekin. Kecha so'raganman deb. Demak, sulfat kislota. Xo'p, ikkinchisi buniki sianid kislota. Keyingisi eng mashhurlarini yozyapman. H xlor, xlorid kislota. Xo'p. Yoki ortofosfat mana. H3 va O4. Bu demak ortofosfat kislota. Keyingisi H2 oltin gurt 2 O3. Bu tio sulfat kislota. Xo'p, yoki HPO3. Bu metafosfat kislota. Metafosfat. Yoki H3PO3. Bu fosfid kislota. Fosfid kislota. Va yana karbonli kislota bor. H2SO3. Buning nomi karbonat kislota. Keyin sulfid kislota bor. H2SO3. Bu sulfid it bo'ladi. Itda eslab qolamiz, kislorod 3 ta bo'ladi. Sulfid kislota bo'lyapti. Xo'p, bularning negizi qanaqa?
negizda. Faqat mana bu faz fosfitda negiz 2 bo'ladi. 2 negizli. Qolganida vodorodga qarab aytib ketaveramiz. Xo'p. Endi kislota qoldig'i qanaqa bo'ladi? Masalan, sulfatsida ikki xil kislota qoldig'ini hosil qiladi. Birinchisi, demak, nordon tuz ko'rinishda keladigan bo'lsa, HCO4 bo'ladi. Ya'ni bitta vodorod chiqib ketadigan bo'lsa, bitta vodorod qoladi. Bu demak nordon tuz ko'rinishida tuzlar tarkibida keladi. Buning nomi vodorod bitta bo'ladigan bo'lsa, nima deyiladi? Gidro deyiladi. Gidrosulfat. Ya'ni HCO4 ni ko'radigan bo'lsak, har doim bizga gidrosulfat deyishimiz kerak. Yoki SO4 ni o'zi bo'ladi. Ikkita harakatchan vodoroddan to'liq chiqib ketgan bo'ladi. Bunda bizda SO4 ni o'zini ko'rsak, nima deymiz? Sulfat deymiz. Endi siyanidniki bu bir negizli bo'lgani uchun, mana vodorod bitta bo'lgani uchun nordon tuzni hosil qilmaydi. Siyanida o'zi bo'ladi mana. Demak, bu siyanid o'zi. Keyin H xlorda demak, kislota qoldig'i xlor bo'ladi. Kislota qoldig'ining valentligi 1 bo'ladi. Mana siyanida valentligi 1, mana bu yerda valentlik 2, bunda valentlik nima 1 ga teng bo'ladi. Gidrosulfatda demak, kislota qoldig'ini valentligini 1 deb olamiz. Formula tuzayotganda mana shu juda kerak bo'ladi bizga. SO4 ni valentligini 2 deb olaman, chunki ikkita harakatchan vodorod chiqib ketdi. Ya'ni nechta vodorod chiqib ketadigan bo'lsa, nechta vodorodning o'rniga metal kelayotgan bo'lsa, o'sha kislota qoldig'ining valentligi hisoblanadi. Demak, kislota qoldig'i o'zi nima degani? Umumiy kislotadan vodorod atomlari bir yoki umumiy, ya'ni qisman yoki to'liq vodorod atomlari chiqib ketadigan bo'lsa, hosil bo'lgan holatga qolgan holatga kislota qoldig'i deyiladi. Demak, vodorod to'liq chiqib ketishi mumkin ekan. Nechta harakatchan vodorod bo'lsa, hammasi chiqib ketishi mumkin ekan. Yoki qisman chiqib ketishi mumkin. Ikkita bo'lsa, misol bittasi chiqib ketdi, bittasi qoldi. Masalan, sulfatsida mana ikkita edi, bittasi chiqib ketdi. Valentligi o'zgaryapti. Keyingisi ortofosfat kislota. Bu ortofosfat 3 xil ko'rinishida bo'ladi. Birinchisi, agar bitta vodorod chiqib ketadigan bo'lsa, ikkita vodorod qoladi. Ikkita vodorod bo'ladigan bo'lsa, H2PO4 ko'rinishida bo'ladi. Demak, bitta vodorod chiqib ketgani uchun bu kislota qoldig'ining valentligi 1 ga teng bo'ladi. Nomiga keladigan bo'lsak, vodorod ikkita bo'ladigan bo'lsa, 2 raqami bu D degani. Vodorod gidro mana D gidro orto fosfat mana. Endi vodorod bitta bo'lishi kerak mana. Bitta bo'ldi degani 3 negizli edi o'zi bu. 3 ta vodorod chiqib ketdi, 2 ta vodorod chiqib ketdi, bitta bo'lib qoldi. Demak, chiqib ketgan vodorodlar soni nechta bo'lyapti? 2 ta bo'lyapti. Demak, buni valentligini biz nima deymiz? Kislota qoldig'ining valentligini 2 deymiz. 2 ta chiqib ketgani uchun. Nomi gidro, vodorod bitta bo'lgani uchun gidro yoki monogidro desalar ham xato bo'lmaydi. Gidro orto fosfat. Uchinchisi, to'liq hamma vodorod atomi chiqib ketadigan bo'lsa, kislota qoldig'i 3 deb olamiz. Chunki 3 ta vodorod chiqib ketgani uchun kislota qoldig'i 3 ga teng bo'ladi. Endi buning nomini oddiygina ortofosfat deb qo'ysak bo'ldi. Ortofosfat. Keyingisi tiosulfat ham ikki xil ko'rinishda bo'ladi. Demak, HS2O3 bu demak gidrotiosulfat. Tiosulfat yoki S2O3 o'zi bunday valentli 2 bo'ladi. Buni oddiy tiosulfat. Keyin metafosfat kislota bu nordon tuz hosil qila olmaydi. Sababi o'zi bir negizli, bittagina vodorodi bor. Xolos bu faqat o'rta tuz hosil qiladi mana. pH ko'rinishida kislota qoldig'ini demak valentligi 1. Oddiygina metafosfat deb qo'ysak bo'ladi. Metafosfat. Keyin mana fosfit kislotaga keladigan bo'lsak, shunda ko'pchilik adashadi.
Mana bu xlorid dedimi? Xo'p. Fosfitda demak 3 ta vodorod bor, lekin bu 2 negizli bo'ladi. Faqat bitta nordon tuz hosil qila oladi. Oldin ham o'zib berganman. Mana 2 ta vodorod kislorod bilan bog'langan. Bittasi demak fosfor bilan bunday bog'langan bo'ladi. Agar mana birinchi vodorod chiqib ketadigan bo'lsa, nima hosil bo'ladi? H mana bu vodorod bu bilan umumiy 2 ta bo'ladi. H2PO3 bo'ladi. Xo'p, valentlik 1 ga teng bo'ladi buniki. Chunki 2 ta vodoroddan bittasi chiqib ketdi, bittasi qoldi. Chiqib ketgan bitta. Buning nomi gidro. Mana vodorod bitta bor. Shuning uchun gidro nima? Fosfit. Shuni yaxshi hisob qilingizlar, chunki bundan chaqiruvchi savol ko'p keladi. Endi ikkinchi vodorod ham chiqib ketadigan bo'lsa, faqat bitta vodorod qoladi. Bu vodorodni lekin gidroda o'qib qo'ymaymiz, chunki bu kislorod bilan bog'lanmagan, fosfor bilan bog'langani uchun bu ikkisida qoldig'ini tarkibida bo'ladi bu vodorodimiz. Qachon biz gidro deb o'qiymiz? Qachonki kislorod bilan bog'langan vodorodlar soniga qaraymiz. Demak, mana bunaqa bo'ladigan bo'lsa, H2O3 ko'rinishda bo'ladigan bo'lsa, bunda demak ikkita vodorod chiqib ketgani uchun ikkisida qoldig'ini valentligi endi negiziga teng bo'lib qoladi, 2 bo'ladi. Bu nima? Fosfit deb qo'yamiz, bo'ldi. Ya'ni fosfit. Lekin buni mana gidrofosfit deyishimiz noto'g'ri. Ko'pchilik aytishi mumkin, ustoz, mana bu yerda vodorod 2 ta-ku, nimaga gidro dedik, gidro demadik? Chunki mana aytdim. To'g'ri, vodorod 2 ta, lekin o'sha 2 ta vodorodning bittasi mana bu. Fosfor bilan bog'langan vodorod bor. Ya'ni u gidro deb o'qilishga hisobga olinmaydi u. Ikkisida qoldigan tarkibda bo'ladigan bo'lsa. Qachon hisobga olinadi? Qachonki kislorod bilan bog'langan vodorodlargina hisobga olinadi. Ya'ni kislorod bilan bog'langan vodorod bitta bor. 2 ta vodorodning bittasi fosfor bilan bog'langan, bittasi mana bu, mana. Kislorod bilan bog'langan. Bitta bo'lgani uchun gidro deyapman. Agar mana bu vodorod ham kislorod bilan bog'langanda edi, haqiqatan 2 ta bo'lgani uchun digidrofosfit deb qo'ygan bo'lardik. Xo'p. Keyingisi karbonat. Karbonat ham 2 xil ko'rinishda keladi. HSO3 ko'rinishida. Bu nimada suvning qattiqligida juda mashhur bu. Xo'p, 2 negizli bo'ladigan bo'lsa, demak faqat bitta nordon tuzni hosil qiladi. Buning nomi demak vodorod bitta bor. Shuning uchun gidro karbonat deb qo'yamiz. Yoki 2 ta vodorod to'liq chiqib ketadigan bo'lsa, SO3 holatda bo'ladi. Endi buning nomi oddiygina karbonat. Bu nima uchun kerak? Tuz hosil qilishda juda kerak bo'ladi. Yoki sulfit bo'ladigan bo'lsa, bu ham xuddi shunday demak. Birinchi nordon tuzi HSO3, valentlik 1 ga teng, gidro sulfit, keyingisi SO3 ko'rinishida demak. Buni valentligi 2, yana 6 oksid ekan deb o'ylamanglar. Bu demak sulfit. H xlor O, H xlor O2, O3. Keyin nima qilib qoldi? Manganat, permanganat, H manganez O4. Xo'sh, rodonit. Xo'p. Dixromat. Dixromat aytolmagan ko'pchilik. Dixromat. Mana dixromat. Keyin nitrit. Nitrit ham bor. Aytib qo'yayin, boyagi dissolanish mavzusida oxirida dissolanish nimasi bor, konstantasi bor. O'shanda nitrit kislota, keyin sirka kislota, chumoli kislota, sirka kislota, bular juda ham ko'p keladi. Oswaldni keltirish qonuni shulardan. Xo'p, birinchi bular nomini berib chiqsak, birinchisi kislorod bitta bo'ladigan bo'lsa, gipo deyiladi. Gipo.
xlorni o'rniga shuni mana bunda birdaniga qolib qilib berang. Qolganlarga ham oson bo'ladi. Bunday qilamiz hozir. HXO bo'lishi mumkin. HXO2 bo'lishi mumkin. HXO3 bo'lishi mumkin. HXO4. Xo'p, bunda gipo birinchisi o'qilishi. Gipo x nomi plus it qo'shimchasi qo'shiladi. Keyingisida xo'p, ikkita bo'ladigan bo'lsa, x nomi plus it qo'shimchasi qo'shiladi. Keyingisida x nomi plus at. To'rtinchisi demak pair qo'shimchasi x elementi nomi plus bunda ham at bo'ladi. Endi x nimalar bo'lishi mumkin? X demak ftor bo'lishi mumkin. Xlor faqat galogenlar. Xlor brom nima? Yod bo'lishi mumkin. O'rniga qo'yaman mana. Birinchisi demak H xlor O. Keyingisi H xlor O2. H xlor O3. H xlor O nima? 4. Endi bular nomi mana. E'tibor beramiz. Birinchisida gipo qo'shimchasi kislorod bitta bo'lsa gipo bo'ladi. Gipo xo'p. Keyin x nomi x bu xlor, gipo xlor. Xlor xo'p. Oxirgi qo'shimchasi it, gipo xlorid. Endi mana kislorod ikkita bo'ladigan bo'lsa x nomi kim? Xlor. Xo'p. Xlor oxirgi it qo'shimchasi xlor it. Keyingisida 3 ta bo'ladigan bo'lsa endi it emas at, xlor at. 4 ta bo'ladigan bo'lsa oldiga per qo'shimchasini qo'shib qo'yman. Xlor atni yoniga per qo'shsak bo'ldi mana. Per xlorat. Kislota. Bularning kislota qoldiqlari demak mana. Xlor O ko'rinishida bo'ladi. Xlor O2, ya'ni umumiy holatda yozadigan bo'lsak XO XO2 X O. Eshitaman. Xo'p, faqat kislorod bittaligiga gipo qo'shiladi, qolganiga qo'shilmaydi. Eslab qoling. Kislorod bittaligiga qo'shiladi faqat. Qolganda ham bitta-ku. Yo'q, qolganda 2 ta, 3 ta, 4 ta. Kislorodlar son. Kislorodlarga qarab o'zgaradi. Endi bularning nomi mana bu. Bu permanganat. Permanganat. E'tibor bersak, kislorod 4 taligida per qo'shimchasi ko'proq bo'ladi ekan mana. Per. Kislorod 4 ta bo'lgani uchun mana bu at qo'shimchasi qo'shilgan. Bu yerda mana at. Permanganat. Manganat, permanganat. Agar vodorod ikkita bo'ladigan bo'lsa, per qo'shimchasini olib tashlanadi. Uni ham yozaylik. Misol mana H2 marganes O4. Bunda endi mana vodorod ikkita bo'ldi, lekin kislorod 4 ta bo'lib turibdi. Demak, oldiga perni qo'shmayman, faqat manganat deb qo'yaman, bo'ldi mana. Manganat. Tamam. Buniki demak radanit. E'tibor bersak, hammasi sufiks bor, it, at. Buniki mana vodorod ikkita bo'ladigan bo'lsa demak di xromat. Dixromat. Bu xromat. Yaxshilab e'tibor beraylik bitta nimaga. Hozir buni nomini yozib chiqing. Nitrit bu nitrit. Bu chumoli kislota. Bu sirka kislota. E'tibor beramiz. Nimaga? Xo'p. Xromatga e'tibor beraylik yoki nitritdan boshlayman. HNO2. NO2.
kislorod ikkita bo'lyapti, ha? Mana kislorod ikkita bo'ladigan bo'lsa, mana bu yerda tepada ham nima deb oxirida qo'shimcha qo'shdik? It qo'shimchasi mana. Nitrit. Endi HNO3 da mana HNO3. Kislorod nechta bo'lib qoldi? 3 ta bo'lib qoldi. Kislorod 3 ta bo'ladigan bo'lsa qo'shimchasi at bo'ladi ko'p holatlarda. Demak, nitrit emas, endi nitrat bo'lyapti mana. Demak, ko'p holatlarda it qo'shimchasi kislorod 2 taligini bildiradi. At qo'shimchasi kislorod 3 taligini bildiryapti mana bu yerda. Nitrit misolda. Misol endi perxillarda at qo'shimchasi 4 taligini bildiryapti. Xo'p, mayli. To'za ham strashni qaramaymiz bunga. Xo'p, xromatni oladigan bo'lsak, H2 xrom O4 mana. Buniki xromat bo'ldi, oddiygina xromat. Endi vodorodlar sonini o'zgartirmaymiz. Vodorod teng const deyman. Faqat xromlar soni demak bittaga oshiramiz. Kislorodlar sonini har o'zgartirganda 3 taga oshiramiz. Demak, vodorod 2 ta bo'lib turaveradi. Xrom bitta edi. Xrom bitta yana bittaga oshiradigan bo'lsam, xrom nechta bo'lib qoladi? Xrom 2 ta bo'lib qoladi. Kislorod 4 ta edi, 3 taga oshiradigan bo'lsam, kislorod 4 ta bo'lib qoladi. Endi mana bunda mana xromatdan 2 ta yoki vodorod 2 ta bo'lgani uchun mana dixromat deb nom beramiz. Endi keyingisi xuddi shu qolib. Ya'ni vodorodlar sonini o'zgartirmayman, 2 ta bo'lib turaveradi. Xromlar sonini bittaga oshiraman, keyingisida xrom 3 ta bo'ladi. Kislorodlar sonini 3 taga oshiraman, kislorod 7 ta edi, 10 ta bo'lib qoladi. Buni nomi endi nima deymiz? Trixromat. Ya'ni nima uchun tri bo'ldi? Chunki mana xromlar soniga qarab aytayapmiz. Tepada mana bu yerda birinchisida xrom bitta bor edi, shuning uchun xromat bo'ldi. Ikkinchisida xrom 2 ta bo'lgani uchun dixromat bo'ldi. Endi xrom 3 ta bo'lgani uchun nima bo'ldi? Trixromat bo'lyapti. Bor, yana bir esa bordir. Sulfat kislotaniki, ortofosfat kislotaniki, sianidga ko'proq kerak bo'ladi. Nitrat, bir negizlilar. Umumiy holatda mana bunday qilaylik bo'lmasa. Bir negizli kislota qoldig'i bo'ladigan bo'lsa, har doim H plus kislota qoldig'ini anion. Misol qilib, xloridni olaman mana. Demak, H plus xlorid anioni chiqadi. Agar 2 negizli bo'ladigan bo'lsa, demak, vodorod ioni chiqadi, faqat undan 2 ta chiqadi. Keyin Y2 minus. Misol, vodorod sulfit oladigan bo'lsak. Xo'p, ularni o'z ma'lumot berib ketaman va yana bitta narsani aytishim kerak ekan, asoslardan qaysi qanaqa tuz hosil qiladi? Misol, OH bitta bo'lsa qanaqa tuz, 2 ta bo'lsa qanaqa yoki kislotalar. Xo'p, demak, tuzlar. Tuz bo'lishi uchun demak, metal atomi metal atomning o'rnida ammonik kationi ham keladi. Demak, metal atomi plus kislota qoldig'idan tashkil topgan bo'lishi kerak. Xo'p, o'rta tuzlarni kimlar hosil qiladi? O'rta tuzlarni faqat bir negizlik kislotalar deyishimiz mumkin. Endi faqat bir negizli sal noto'g'ri bo'lib qoladi ekan. Misol, umumiy holatda masalan, sulfatdan oladigan bo'lsak mana. Yoki ortofosfatdan olaylik, mana ortofosfat yaxshiroq. Strukturasini yozaman. Shuni qilaylik-da.
Temir alyuminiy gidroksid bo'lsin. Plus nima? Ortofosfat. Xo'p. Endi misol agar asosdan 3 ta OH bor. Asosda mana alyuminiy OH-dan 3 ta. Bunda mana 3 ta vodorodi bor harakatchan. H3 bor 4. Agar 3 ta OH-dan 3 ta OH hammasi chiqib ketadigan bo'lsa, u holatda asos tuz hosil bo'lmaydi. Ya'ni mana 3 ta OH ni hammasi ketdi, demak asos tuz yo'q degan. Asosli tuz bo'lishi uchun OH saqlanib qolishi kerak. Demak xulosa metalni yonida demak xo'p faqat metal atomi bilan kislota qoldig'i bo'ladigan bo'lsa, bu o'rta tuz hisoblanadi. Metal kislota qoldig'i. Tamom, boshqa hech narsa bo'lmasligi kerak. Keyingisida metal atomi bo'ladi va almashinmasdan qolgan vodorod atomi. Bu degani masalan ortofosfat tarkibida 3 ta vodorod atomi bo'ladigan bo'lsa, 3 ta vodorodning misol ikkitasi chiqib ketdi, o'rniga metal keldi, bittasi chiqib ketmadi, bittasi joyida qoldi. O'shanaqa vodorod qoladigan bo'lsa, nordon tuz bo'ladi. Agar harakatchan vodorodni hammasini joyini bo'shatib bersa, bironta vodorod atomi qolmasa, nordon tuz yo'q degani. Tuzni nordonligini vodorodlar soni belgilab beradi. Eslab qolamiz. Demak, kislotadan vodorod to'liq hammasi chiqib ketadigan bo'lsa, o'rta tuz hosil bo'ladi. Nordon tuz hosil bo'lmaydi. Nordon tuz bo'lishi uchun vodorod atomi hatyabi bittasi bo'lsa ham saqlanib qolishi kerak. Bir negizlilari tarkibida bitta vodorod bo'lganlar, ular nordon tuz hosil qilmaydi. Nitrat, kislota, xlorid, ftorid, sianid, nitrit, gipoxlorid, xlorat bir negizlari hech qaysi bir nordon tuz hosil qilmaydi. Sababi faqat unda vodorod soni bitta. Demak, metal va almashinmasdan qolgan vodorod, metal X deb qo'yaman, hamda kislota qoldig'i. Bular demak nordon tuz. Nordon tuz hosil qilish uchun kamida 2 negizli bo'lishi kerak mana. Endi asos tuz bo'lishi uchun demak almashinmay qolgan, bu ham nimaga o'xshash? Nordon tuzga o'xshash, farqli vodorod emas, OH ga e'tibor qaratiladi. Ya'ni asosning tarkibida almashinmasdan qolgan, ya'ni ketmagan, chiqib ketmagan OH saqlanib qolishi kerak. Agar OHlar hammasi chiqib ketadigan bo'lsa, asos tuzdan umid yo'q. Mana metal bo'ladi, almashinmay qolgan OH bo'ladi, hamda kislota qoldig'i ham bo'lishi kerak. Ya'ni har doim tuzda nima bo'ladi? Metal, kislota qoldig'i bo'lishi shart. Bular demak asosli tuz bo'ladi. Mana shu uchalasiga ko'proq urg'u beryapman. Endi mana qaraymiz. Birinchi holatda vodoroddan bitta chiqib ketsin, OH bitta chiqib ketsin. Nima bo'ladi shunda? Mana. Bitta OH chiqib ketdi. Ikkita OH qolyapti. Bundan nima? Vodorod ikkita qoldi, bittasi chiqib ketdi. Demak, mana alyuminiy ikkita OH qoldimi? Demak, ikkita OH bo'lsa, OH-dan ikkita bo'ladi. Dihidrofosfat. Demak, 3 ta vodoroddan bittasi chiqib ketdi, ikkitasi qoldi pastda mana. 2 bilan 3-inchisi qoldi. Demak, yozaman mana H2 deyman, PO4. Endi bularni valentligini qanday topaman deydigan bo'lsak, chiqib ketgan vodorodlar yoki OHlar soni kislota qoldig'ining yoki umumiy metalning valentligini belgilab beradi. Misol,
Mana bu yerda OH 3 ta bor edi. Endi OH 2 ta bo'lib qoldi. Demak, qolgan valentlik 1. Mana umumiy holatda alyuminiy valentligi 3 ga teng edi. 3 ga teng edi. 2 ta OH hisobiga 2 ta valentligi ketdi mana. Valentlik 1 bo'lib qoldi. Endi ortofosfatda 3 ta vodorod bor edi. Mana 3 ta vodoroddan ikkitasi vodorod hisobiga ketdi. Shuning uchun mana ikkita qo'lni tushirib qo'yaman. Valentlik ikkalasi ham 1 ga teng bo'lib qoldi. Endi buni nomi nima deyman? Alyuminiy valentligi o'zgarmas bo'lgani uchun uni valentligini aytish umuman noto'g'ri. Faqat alyuminiyni o'zini yozaman. Nomini mana alyuminiy. Alyuminiy. Xo'p. Digidrokso. Digidrokso. Nima uchun digidrokso? OH 2 ta bo'lgani uchun mana ikkitaligi uchun di dedim. OH'ni o'zining nomi gidrokso. Keyin vodorod 2 ta mana. Demak buniki digidro orto fosfat. Tushunarli bo'lyaptimi? Endi nima qilamiz? Endi ikkita OH'ni yo'qotamiz. Vodoroddan Xo'p, mayli. Endi mana ikkita OH'ni yo'q qilaman. Ikkita OH chiqib ketadigan bo'lsa, OH'dan bitta qoladi mana, alyuminiy OH qoladi. Endi ikkita vodorod chiqib ketadigan bo'lsa, bitta qoladi mana. H4 bo'ladi. Alyuminiy valentligi 3 ga teng edi. OH bitta qoldimi? Demak, necha bo'ladi? Valentlik 2 bo'ladimi? Bu 3 ta edi. Bitta vodorod bo'ladigan bo'lsa, bitta vodorodni o'chiraman. 2 ta bo'lib qoldi. Umumiy formula shuning o'ziga teng bo'ladi xolos. Nomi alyuminiy OH'dan bitta bo'lgani uchun demak gidrokso. Gidro orto fosfat bo'ladi. Endi nima qilamiz? Endi 3 ta OH'ni ham yo'q qilamiz. 3 ta OH'ni ham chiqarib tashlayman. Ana buni ham ketdi. 3 ta vodoroddan chiqarib tashlayman. Nima qoladi shunda? Faqat alyuminiy qoladi. Keyin mana bu ikkisida qoldiq qoladi mana. Alyuminiy bilan ikkisida qoldiq. Alyuminiy PO4. Demak 3 ta OH chiqib ketdi demak. Bu 3. Bu ham 3 negizlik bo'ldi. Nomi alyuminiy orto fosfat. Xo'p. Eng mashhurlari demak sulfat kislota. Sulfat kislota oldin ham aytganman. Masalan, nichniy egizlik kislota bo'ladigan bo'lsa, o'zidan bitta kam xil nordon tuzni hosil qiladi. Masalan, sulfat kislota bo'ladigan bo'lsa, necha xil? Bir xil nordon tuz. Ya'ni bu faqat gidrosulfatni hosil qiladi. Gidrosulfat. HCO4. Boshqacha holatda hosil qilmaydi. Buni valentligini ham bilib qo'yinglar. 1. Nomi gidrosulfat ko'rinishda keladi. Endi ortofosfat bo'lsin mana. Ortofosfat H3 PO4. Buni hozir bundan keyingisiga taalluqli joyi bor, shuning uchun yozyapman. 3 negizli bu, demak 2 xil hosil qiladi. 2 xil. Demak birinchisi vodorod bitta saqlagan gidro H4. Buni valentligi 2. Ikkisida qoldig'iniki. Keyingisi H2 PO4. Buni valentligi nima bo'ladi? 1. Nomi xo'p, gidro orto fosfat. Endi buniki gidro orta
fosfat bo'ladi. 4 negizli bo'lsa-chi? Masalan, pirofosfat H4 P2O7. Bu kislota nomi bilamizmi? Piro fosfat kislota. 4 negizi bo'lsa, o'zidan bitta kam dedim, ya'ni necha xil? 3 xil nordon tuzni hosil qiladi. Nordon tuz ko'rinishda ikkisida qoldig'i. Xo'p, birinchisi H vodorod bitta bo'lish kerak. P2O7 mana. Vodorod 4 ta edi, bitta bo'lib qoldi. Demak, ikkisida qoldiqning valentligi 3 ga teng. Endi ikkita bo'lish kerak mana. Vodoroddan 2 ta P2O7. Endi ikkisida qoldiqning valentligi necha bo'ladi? Necha bo'ladi aytamiz. H3 P2O7. Buni valentligi 1. 3 xil hosil qildi. 4 xil hosil qilmaydi, eslab qolinglar. Mana H4 P2O7 bunaqasi bo'lmaydi, bunaqa nordon tuz yo'q. Endi nomi mana vodorod bitta bo'ladigan bo'lsa, vodorod bittaligiga eslab qolamiz. Gidro piro fosfat. Vodorod ikkita bo'ladigan bo'lsa-chi, di gidro piro fosfat. Vodorod 3 ta bo'ladigan bo'lsa-chi, tri gidro piro fosfat bo'ladi. Kalsiy gidroksid asoslar o'zidan bu ham nimaga o'xshash? Kam, bir xil kam. Demak, bu faqat bir xil asos tuz hosil qiladi. Bir xil asosli tuz. Nima uchun bir xil? Chunki bu OH ikkita bo'lgani uchun 2 negizli bo'ldi. Ya'ni bu tarkibida OH bitta saqlagan kalsiy gidroksid holatda keladi. Kalsiy gidroksid holatda. Buni valentligi 1. Nomi oddiygina kalsiy gidroksid deb qo'yamiz faqat. Endi alyuminiy bo'lsin. Alyuminiy OH3. 3 ta OH bormi? Demak, bu 2 xil asos tuz hosil qiladi. Birinchisi demak alyuminiy OH bitta bo'lgani valentlik demak 2 bo'ladi. Chunki OH 3 ta edi, bittasi OH ga ketdi. Endi 2 bo'lib qoladi. Ikkinchisi endi OH dan 2 ta bo'lishi kerak. Mana OH dan 2 talik. Demak valentlik 3, 2 ta o'chiraman. OH 2 ta bo'lgani uchun valentlik 1 bo'lib qoladi. Va shuni 2 xil ko'rinishi bor. Temir 3 gidroksidni yozaman. Bu ham 2 xil hosil qiladi. 2 xil hosil qiladi. Faqat farqi bor, bitta farqi bor. Temir OH temir OH 2 ikkitalik. Demak, buni valentligi 1 bo'lib qoldi. Buniki 2. Endi sizlarga savol, ikkalasi qanday nomlar? Mana alyuminiy valentlik o'zgarmas bo'lgani uchun faqat alyuminiy o'zini aytib qo'yasiz, bo'ldi nomi. Alyuminiy OH bitta bo'lsa gidrokso. Endi nima uchun gidroksid bo'lmayapti degan bo'lsak, bu kislota nima asosning qoldig'ida bu. Bunga qo'shiladi biron bir tuz hosil bo'ladi. Ya'ni undan keyin aytiladigan kislota qoldig'i bo'ladi. Masalan, alyuminiy gidroksoxlorid bo'lishi mumkin, alyuminiy gidroksosulfat bo'lishi mumkin. Shuning uchun okso bo'lib turibdi. Agar biz gidroksid deb qo'yadigan bo'lsak, nuqta qo'yib qo'ygan bo'lamiz. Jumla tugab qolgan hisoblanadi.
u asosi bo'lib qoladi keyin. Alyuminiy bir valentli asosi bo'lib qoladi. Bunaqa holat yo'q lekin. Endi mana bu yerda alyuminiy OH-dan ikkita bo'ladigan bo'lsa, D gidrokso mana. D ikkita OH-dan bormi? Gidrokso buni davom bor hal degan. Undan keyin yana bir ikkisida qoldig'ini aytaman degan. Endi mana bu yerda temirni valentliga o'zgaruvchan mana. Valentlik ko'pchilik e'tibor bermagan shunga. Demak, birinchi aytgan edim yuqorida metal nomi temir, hop valentligi qarshi rem raqami yozilishi kerak. Temir 3, OH bitta bo'lgani uchun gidrokso. Ikkinchisida mana temir valentlik 3. Endi OH ikkita bo'lgani uchun buni digidrokso deyman. Digidrokso. Tamam. Hech muammo joyi yo'q. Demak, yaxshi, zo'r. Asos plus kislota ta'sir. Bundan ham o'rta tuz, ham asosli tuz, nordon tuzni ham o'rganib olsalaringiz bo'ladi. Ya'ni savol qo'yadi, ko'pchilik testlarda ham keladi. Misol, biron bir asosni beradi, deylik kalsiy gidroksidi sulfosida bilan reaksiya qilishgan necha xil tuz hosil qiladi. Mana. Kalsiy gidroksidi sulfat kislota bilan necha xil tuz olinadi, bu ikkalasi reaksiyaga kirishadigan bo'lsa degan savol o'rtaga tashlanadi. Hop, bunda qanaqa qilinadi? Bunda asosga e'tibor beriladi, kislotaga e'tibor beriladi. Ya'ni asos qanaqa tuz hosil qila oladi o'zi. Bilamiz, kalsiy gidroksidda OH ikkita bor. Bu faqat bitta asosli tuz hosil qilishi mumkin. Bitta asosli. Bilamiz, sulfat kislota 2 negizli kislota. Demak, 2 negizli bo'lsa, o'zidan bitta kam dedim. Ya'ni faqat bitta nordon tuz hosil qila oladi. Bitta nordon tuz. Asos tuz ko'rinishda qanaqa bo'ladi? Kalsiy gidrokso ko'rinishda bo'ladi mana. Nordon tuz bo'lish uchun qanaqa bo'ladi? HCO4 bo'lish kerak. Mana. Endi uchinchisi metal bilan kislota qoldig'i, ya'ni metal umumiy kislota qoldig'i ikkalasi birgaligida bitta o'rta tuzni hosil qiladi. Jami bo'lib 3 xil. Necha xil desa, mana 3 xil deymiz. 3 xilni demak, bitta asosli tuz, demak bitta nordon tuz, bitta har doim o'rta tuz chiqadi. 3 xil bo'ldi. Xo'p, shuni endi hech qanaqa bir reaksiya yozmasdan topishning formulasi. O'rta tuz qanday chiqdi, ustoz? O'rta tuz bo'lish uchun mana faqat metal bo'lish kerak. Metal kalsiy, sulfat mana SO4. Sulfatda ikkita vodorod bo'lgani uchun kislotani qoldig'i ham valent 2 bo'ladi. Ikkilar ketdi. O'rta tuz. Xo'p. Shunda har doim o'rta tuz chiqadimi? Har doim o'rta tuz chiqadi. Birinchi o'zi o'rta tuzdan boshlanadi. Hozir ko'ramiz buni ham. Endi necha xil tuz hosil bo'lishini qanaqa topiladi? Osonroq sekretni yo'li. Demak, N ya'ni OH'lar soni, OH soniga qo'shamiz M vodorodlar sonini ayiramiz nimani? 1 ni. Bu mana formula. Oson topib qo'ysangiz bo'ladi. Demak, mana OH ikkita bo'ladigan bo'lsa, 2 ni yozaman. Vodorod ikkita bormi? 2 ga qo'shaman. Ayiraman 1 da. Necha xil bo'ladi? 3 xil. Xo'p, endi sizlarga savol.
ortofosfat kislota bilan alyuminiy gidroksitdan necha xil tuz hosil bo'ladi? Guruhga yozamiz. Xuddi shu formulaga qo'yamiz. Necha xil tuz? Nechta nordon, nechta asosli? Ketdi mana. Har doim. Ikki xil tuz hosil bo'lmaydi, metal bitta bo'lgandan keyin. Xo'p, nima uchun nordonligini qaydan bilamiz deb beryapsizlarmi? Nordon tuz bo'lishi men aytgan edim, mana qaraymiz. Ortofosfatda nechta vodorod bor harakatchan? 3 tami? Agar o'sha 3 ta vodoroddan bittasi chiqib ketadigan bo'lsa, nima bo'lib qoladi? Mana. Qanaqa hosil bo'ldi? Digidro ortofosfat. Agar ikkinchi vodorod ham chiqib ketadigan bo'lsa-chi? Nima bo'ladi? Vodorod nechta qoladi keyin? Bitta qoladimi? Bittaligi gidro ortofosfat. Endi tasavvur qilinglar, mana 3 ta vodoroddan chiqib ketsa bo'ladimi? Nordon tuz hosil bo'ladimi? Yo'q. 3 ta vodorod chiqib ketsa nima qoladi keyin? Yo'q. Potor qoladimi? Bu nordon tuz hosil qiladimi? Yo'q. Nima uchun nordon tuz bo'lishi nima bo'lish kerak? Harakatchan vodorod bo'lish kerak. Mana bu yerda vodorod bormi? Vodorod yo'q. Demak, 3 ta vodorod hammasi chiqib ketadigan bo'lsa, nordon tuz hosil bo'lmaydi. Nordon tuz bo'lish uchun kamida bitta vodorodi qolishi kerak. O'zidan bitta kam xil holat qoladi. Boya biz aytgan edik, mana kalsiy gidroksid bilan sulfat kislotani qo'shadigan bo'lsak, necha xil degandik? Bundan 3 xilmidi? Bitta qoidamiz bor. Ya'ni har doim eslab qolamiz, har doim birinchi o'rta tuzni hosil qilib olamiz. Asosiy tuzdan boshlab, ya'ni 3 ta reaksiya yozib olishim kerak. Men birinchi reaksiyamiz demak kalsiy gidroksid plus nima? Sulfat kislota. Demak, birinchi asos tuz hosil qilamiz. Xo'p, ikkinchi reaksiyamiz demak kalsiy gidroksid plus sulfat kislota va uchinchisi kalsiy gidroksid plus sulfat kislota. Tepadan demak asosli tuzdan to nordonlashib boradi. Ya'ni kislota qancha ortib qoladigan bo'lsa, kislota ko'proq olinadigan bo'lsa, tuzimiz nordon bo'lib boraveradi. Agar kislota kamayib asos ko'payib ketadigan bo'lsa, u holatda tuzimiz asoslashib boraveradi. Misol, mana birinchisida dedim, mana kalsiy gidroksiddan faqat bitta asosli tuz hosil bo'ladi dedik mana. Bundan bitta asosli. Bundan bitta nordon. Uchinchisi o'rta tuz dedik. Xo'p, endi nima bo'ladi? Endi kalsiy gidrokso, mana kalsiy gidrokso, kislota qoldig'i sulfat yozasizlar mana. Sulfat CO4 plus hammasidan suv chiqadi. Endi formula tuzishni o'rganamiz, qaranglar. Kalsiyning valentligi 2 edi. Oldin. OH bitta bo'lgani uchun bitta valentligini o'chirib qo'yaman mana, oson. Sulfatda vodorod 2 ta bormi? Bo'ldi. Sulfatda qoldig'ini valentligi 2. Endi mana bu 2, bu 1. Demak, kalsiy OH ni qabz qilamiz. Ko'pchilik
OH'ni qavsga olib qo'yadi. Yo'q, kalsiy OH'ni qavsga olib, bu yerga necha qo'yaman? 2 qo'yaman. Mana bo'ldi. Hosil bo'lgan moddaning nomi kalsiy gidroksosulfat. Mana. Kalsiy gidrokso. Ya'ni OH ikkita ekan, umumiy jami qavsga olingan ekan, digidrokso deb qo'ymanglar. Umumiy agar OH'ni o'zini qavsga olib 2 qo'yganda digidrokso deyardim. Metal bilan qo'shib qavsga olinyapti. Shuning uchun buni aytmayman. Kalsiy gidrokso nomi sulfat. Endi keyingisi mana bu aytgan ma'lumotim birinchi asos. Nega kalsiy digidrokso bo'lmadi? Ha, nima uchun bo'lmadi? Agar men OH'ni qavsga olganimda digidrokso bo'lardi. Mana bunaqa. Hozir qanaqa turibdi bu? OH'ni o'zi ham qavsga Yo'q. olmadim. O'zi bitta o'zi. Bitta o'zi aytilsa mana digidrokso tuzi hosil bo'lsa, OH'ni o'zini olasiz. Qisada qoldig'idan valentlik tushayotganda OH'ni o'ziga alohida tushmaydi hech qachon. Metal qo'shib olinadi har doim. Mana. Ya'ni qisada qoldig'ining valentligi alohida OH'ni o'ziga yoziladi degan holat bo'lmaydi hech qachon. Endi mana o'rta tuz hosil qilaman. Kalsiy sulfat. Kalsiyning valentligi 2, sulfatniki 2. 2 2 bo'lsa o'z holicha qoladi. Buni nomi nima deymiz endi? Kalsiy sulfat. Nima uchun kalsiy 2 sulfat deb beryapman? Kalsiy 2 sulfat desam bo'ladimi? Kalsiyning valentligi o'zgarmas, o'shaning uchun aytilmaydi. Yaxshi. Mana demak men asos tuz hosil qildim, nordon tuz hosil qildim, o'rta tuz hosil qildim. Endi bitta qaysi qoldi? Nordon tuz. Sulfatida ikkita vodorod atomi bor. Demak, u faqat bitta nordon tuzni hosil qiladi. 3 negizli bo'ladigan bo'lsa, 2 xil hosil qilardi. Demak, digidrosulfatni hosil qila olmaydi, faqat gidrosulfatni hosil qiladi mana. Kalsiy gidrosulfatni hosil qiladi. Bilamiz, buni ham boyagi qoida. Kalsiyning valentligi 2, sulfat kislota 2 negizli, vodorod soni bitta bo'lgani uchun bitta valentligini o'chirib qo'yaman. Endi mana 1 2 bo'lib qoldi. Mana bu 2 ni yana vodorodning tariga tushirib qo'ymaymiz. Umumiy kislota qoldig'i olinadi. 2 ni olaman. Jami kislota qoldig'i olaman. Plus bunda ham nima chiqadi? Suv chiqadi. Demak, aytgandim mana, vodorod bitta ko'rinishda bo'ladigan bo'lsa, gidro, vodorod ikkita bo'ladigan bo'lsa, nima? Gidro. Tamom. Endi buning nomi kalsiy gidro sulfat. Tenglashtirishda qanaqa bo'ladi? Mana bu yerda ichkarida kalsiy bitta bor, tashqarida birini 2 ga ko'paytirsam, ikkita kalsiy bor. Demak, mana bu yerga necha qo'yaman? 2 qo'yaman. Oltinchi gur bittami? Demak, mana nisbat 2 ga 1. Bularda 1 ga 1 nisbatda ketyapti. 1 ga 1 nisbatda juda ko'p holatlarda o'rta tuz hosil bo'ladi deb qolamiz. Mana bu yerda oltinchi gur 2 tami? 2 qo'yaman. Kalsiy bittami? Demak, bu yerga 1. 1 ga 2 nisbatda. Xo'p, endi Xo'p, pastdan tepaga nima boradi? Pastdan tepaga qarab asoslik ortib boradi. Tepadan pastga qarabchi kislotalik nima qiladi?
oshib boradi. Agar mana bu hosil bo'lgan kalsiy gidroksosulfatga men agar yana sulfat hissida qo'shadigan bo'lsam, mana bu tuzni hosil qiladi keyin. Mana buni. Agar kalsiy sulfatga men yana sulfat hissida qo'shadigan bo'lsam, keyin nimani hosil qiladi? Buni hosil qiladi. Yoki mana bu nordon tuzga men kalsiy gidroksidini qo'shadigan bo'lsam, u holatda bunisini hosil qiladi. Agar men bunga kalsiy gidroksidini qo'shadigan bo'lsam, keyin buni hosil qiladi. Mana bir ketma-ket. Endi alyuminiyni ko'radigan bo'lsak. Alyuminiy gidroksid necha xil asos tuz hosil qiladi? Demak, 3 plus 3 minus 1 bundan 5 xil dedim. Demak, alyuminiy 2 xil asosli, buniki 2 xil nima? Nordon plus bitta o'rta. Endi qanaqa asos bo'ladi? OH 3 ta bo'ladigan bo'lsa, demak, alyuminiy digidrokso ko'rinishda keladi hamda alyuminiy gidrokso ko'rinishda keladi. Valentlikni ham yozib qo'yaman. Mana bu yerda demak valentlik 1, buniki 2. Xo'p, nordon tuz ko'rinishi demak alyumin digidrofosfat ko'rinishda ortofosfat hamda gidrofosfat qilib olamiz. Mol nisbatlarini beradi. Eng prostoy variantini ko'ryapmiz hozir sizlar bilan. Demak, birinchisi, biza 5 ta reaksiya yozib olishim kerak mana. Demak, birinchisi alyuminiy gidroksid plus H3O4. İkincisi üçüncüsü dördüncü reaksiya ve beşincisi. Hop, şu bilan yopamiz keyin. Hop. 1 2 4 5. Bormayaptimi ovozim? Hop, mana 5 xil tuz. Eslab qolamiz, har doim birinchi, ikkinchisini agar 2 xil asos tuz hosil bo'lsa, mana 1 bilan 2 ni kimga bag'ishlaymiz? Asosli tuz bo'ladi. O'rtada turgani o'rtadagisi. O'rta tuz bo'ladi. Demak 3 mana. 1 2 asosli, 4 5 nordon, o'rtada 3 qolyaptimi? Mana demak bu asosli bu o'rta nordon, bu ham nima? Nordon. Demak, qanaqa asos tuz hosil bo'ladi desak, birinchi mana asoslilik tepadan pastga qarab kamayib boradi. Bu degani OH qancha ko'proq bo'ladigan bo'lsa, asoslilik shuncha yuqori bo'ladi degani. Ya'ni digidroksodan gidroksoga o'tganda asoslilik kamayadi.
Nordonlik qachon oshadi? Qancha vodorodlar soni ko'p bo'ladigan bo'lsa, masalan, gidrodan digidroga o'tadigan bo'lsa, demak, kislotalik oshib boradi, nordonlik oshib boradi. Demak, o'shaning uchun birinchi men mana bu H4 birinchi digidrokso tuzini hosil qilaman, keyin gidrokso hosil qilaman, keyin o'rta tuz hosil qilaman, keyin gidro nordon tuzi, keyin digidro nordon tuzini hosil qilaman mana. Va aytdim, birinchi har doim o'rtasini yozib olishim kerak lekin mana. Chunki sizlar chalg'imasliklaring uchun, ajratib olishlaring uchun. O'rta tuz qanaqa bo'ladi? Alyuminiy bo'ladi. Faqat metall bo'lishi kerak, keyingisida qoldig'i bo'lishi kerak. Qo'shimcha bo'lmasa kerak. Alyuminiy valentligi 3, buniki ham 3. Bo'ldi. Qisqarib ketdi. Nima chiqadi yana? Suv. Shuni tuzni o'zim yozib ketaman. Suvni yozmayman. Nomini yozishimga sal joy nima bo'ladi. Lekin hammasi suv chiqadi. Endi tepadan boshlayman mana. Digidrokso holatda mana alyuminiy OH dan 2 ta fosfat. PO4 atofosfat. Bilamiz alyuminiy valentligi 3 edi. 2 ta OH ga 2 ta qo'li ketdi. Fosfat bilamiz 3 valentli. 1 3 bo'lyapti. Demak, mana bu 3 OH ni o'ziga emas, jamiga olinadi mana. 3. Keyingisi alyuminiy gidrokso ortofosfat. Bilamiz, alyuminiy valentligi 3. OH bitta bor, demak bitta valentlik ketdi. Buni valentlik 3. 2 3 bo'lib qolyapti. Endi qanaqa bo'ladi? Jami qavsga olib 3 qo'yamiz. Buni ham jami qavsga olib necha qo'yamiz? 2. Endi keyingisi, endi nordon tuz hosil qilishim kerak. Alyuminiy gidrofos ortofosfat mana. Alyuminiy H4. Demak, nimani bilishimiz kerak bu yerda? OH har doim metallda valentligini kamaytiradi ekan. Vodorod har doim kislota qoldig'ini valentligini kamaytiradi. Mana. Vodorod bitta bormi? Demak, bittani o'chirib qo'yaman. Bu 3, bu 2. Demak, mana bu 2 alyuminiyga tushadi. Alyuminiy 3ni esa mana bu jami kislota qoldig'ini qavsga olib yozaman. Keyingisi endi digidro bo'lish kerak. Alyuminiy H2PO4 bo'ladi. Demak, alyuminiy valentligi 3, kislota qoldig'i ham 3. 2 ta vodorod bo'lgani uchun 2 tani o'chiraman. 3 bo'lib qoldi. Demak, kislota qoldig'ini jami qavsga olib, bunga 3 qo'yaman. Plus hammasidan suv chiqadi. Buni hisobga qo'yinglar, lekin aytib qo'yaman. Endi birinchisi nomi qanaqa bo'ladi? Birinchi demak, alyuminiy valentligi o'zgarmas bo'lgani uchun valentlik aytish umuman nomlanishi. Birinchisi demak, metal, alyuminiy. Alyuminiy. Xo'p, OH dan 2 ta bor mana. Ichkarida 2 ta bor. Demak, bu digidrokso. Digidrokso orto fosfat. Endi keyingisida OH bitta bor. Tashqari tushlarga qaramanglar. OH o'zi qanaqa olingan qavsga alohida olingan, shunga qaranglar. Demak, bu endi alyuminiy gidrokso orto fosfat. Buniki alyuminiy oddiygina ortofosfat. Endi bundachi mana vodorod bitta bor. Demak, bitta vodorod bo'lsa gidro deyardik. Shuning uchun buni nomini alyuminiy gidro vodorod bitta bo'lgani uchun ortofosfat bo'ldi mana. Endi bunisida vodorod 2 ta bor. Demak, alyuminiy digidro ortofosfat bo'ldi. Endi tenglashtirib qo'ysak tamom. Mana bu yerda demak alyuminiy 3 ta bo'lgani uchun mana bu yerga 3 qo'yaman.
Bu yerga 1. 3 ga 1 nisbat. Endi mana alyuminiy 3 ta bor. Alyuminiy gidroksid oldiga 3 qo'yaman. Fosfor 2 ta bor. Bu yerga 2 qo'yaman. Mol nisbat 3 ga 2. Bu yerda bitta. Demak, 1 ga 1 nisbatdan aytdim yuqorida. Ko'p holatda o'ta tuz hosil bo'ladi. Endi mana bu yerda 2 ta alyuminiy bor. Demak, 2 qo'yaman. Bu yerda 3 ta bo'ladigan bo'lsa 3 qo'yaman. Mana bu yerda ham demak alyuminiy bitta bor. Fosfor bilan alyuminiyga qarab tenglash. Agar sulfat bo'ladigan bo'lsa, metal bilan oltin gugurtga qaraladi. Xullas, metal va oltin gugurt, ya'ni metal fosforga qarab tenglashtiriladi. Ikkisida qoldig'ida markaziy atom qaysi bo'lsa, shunga e'tibor beramiz. Keyingisida mana bitta alyuminiy bo'lgani uchun alyuminiy gidroksidni oldiga 1 qo'ydim. Mana bu yerda fosfor 3 ta bo'lgani uchun buni oldiga 3 qo'ydim mana. Tamom. Yana bitta muhim narsa. Mana bu alyuminiy digidrokso ortofosfatga agar men ortib qolgan kislotani qo'shsam, mana bu ortofosfatdan qo'shadigan bo'lsam, alyuminiy gidroksoz hosili, ya'ni bundan keyingisi hosil bo'ladi. Ya'ni asosli tuzlarga kislota qo'shib boraversak, tuzimizni asosliligi kamayib nordonlashib boraveradi. Tepadan pastga qarab nordonlik oshib boradi. Pastdan tepaga qarab asoslik oshib boradi. Ya'ni alyuminiy digidro ortofosfatga men alyuminiy gidroksidni qo'shadigan bo'lsam, alyuminiy gidroz hosil bo'ladi. Alyuminiy gidroziga men yana alyuminiy gidroksidni qo'shadigan bo'lsam, alyuminiy fosfat chiqadi. Buni o'zida ham bir yana boshqa xil 6 xil reaksiya chiqadi. Alyuminiy fosfatga alyuminiy gidroksid reaksiya ketadi. Alyuminiy gidroksozini hosil qiladi. Alyuminiy gidroksoziga yana alyuminiy gidroksidni qo'shsam, alyuminiy digidroksiga aylanadi. Beraman shu bilan. Murakkab emas, mana osonroq beraman. Temir 3 gidroksidi bilan sulfat kislotadan demak necha xil tuz? Qaysi tuz? Nomlari bilan